Assalomu alaykum. Bitta bemorimizni sizlar bilan muhokama etmoqchimiz. Ya'ni case razbor qilamiz deydi-ku, shunaqa joyda. Bu bemorimizda ko'zlarida yuqori darajali minus bo'lgan. O'ng ko'zlarida -7, chap ko'zlarida -9,5 minus atrofida bo'lgan. Ko'z aynisiz 4% va ko'z aynida o'ng ko'z 30, chap ko'z 10% gacha ko'tarilgan. Bizga ko'z ayni berganimizda ham xuddi shu natija bo'lgan. Ko'pincha operatsiyadan keyin so'rashadi, 0 bo'ladimi? 0 bo'ladi, lekin ko'rish kuchi har doim ham 0 yoki +1 ga bog'liq bo'lavermaydi. Ko'zni ichida to'r pardasi va ko'ruv a'zolarini ishlash holatlariga ham bog'liq bo'ladi. Operatsiyadan keyin kutilgan natija o'ng ko'zda 30% ko'rish kerak bo'lsa, o'ng ko'z 90, chap ko'z 10% ko'rish kerak bo'lsa, u 40% ni ko'ryapti va refraksiya bo'lsa 0,25-0,5 minus. Operatsiyadan keyin kutiladigan natija ko'z aynakdagidan 4-5 barobar tiniq. Ya'ni o'sha odam uchun 100% bo'lish kerak bo'lsa, hozir 300%, 400% ko'rgandek gap u odamga. Hayoti davomida yaqin o'rtada menimcha unaqa ko'rmagan. Agarda sizda ham shunaqa rezultatni xohlasangiz, bemalol kelib tekshiruvdan o'tib, kerakli maslahatlarni olib, qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni ketma-ketligini tuzib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.